Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun juma kuni 6-oyning 21-kuni deb o'ylayman. O'tgan hafta, oldingi hafta DC'ga borgan vaqtimda bir qism qarindoshlar meniki shu xabarlarni uturliq yetkazib berish ishimni yaxshi ko'rganligini dedi. Ondan keyin yine bir qism uchurlar yig'ilib qoldi menga. Yangidan kelgan uchurlar. Başta bu boshqa shuni sizlarga bir yetkazib qo'yay dedim. Kelayotgan uchurlar asosan yaxshi emas. Men eng dastlabda burungi bir leksiyadami yoki shunaqa videoga chiqqandimi Xi Jinpingniki cho'ng planini o'tirg'a sizlarga deb bergandim. Nəhayət işki məxfi tutulayotgan bir cho'ng plan Uyg'urlarni qanday bir taraf qilish haqidagi. O plan intayin vahshiy. Uyg'urlarniki 3dan 1 qismini o'ldirib, meyib qilib yoki saran qilib tugutish. Qolgan 3dan 1 qismini turma lagerlarda, bolalar lagerlarda saqlash. Qolgan 3dan 1 qism odamlarni bo'lsa mashina odamga o'xshash holatga ekib qo'yish. 3-chi guruhdagi kishilar asosan dehqonlarga qaratilgan, dehqonchilikni yugash kishilar. Ular aslida bak yugashdi. Lekin hozir amal ko'p turibsan. Hozir butun yezlardan butlay har axşam siyosiy yugunish. Shu madaniyatlarga o'xshash. Men kichigimda cho'ng bo'lgan madaniyatlarda yezga borsam har kuni siyosiy yugurishga borardim. Jo'da to'q yo'q, jinchiroqlarni yiqib qo'yib, pash chiqib kelsa, palonlarni ko'ydirib, istinchida o'tirib, shunaqa siyosiy yugurish qilgan. Hozir yezlarga ahvol shundoq. Mana o'ltirib, saran qilib yoki meyib qilib tuytadiganlar asosan Uyg'urlarga yetakchi bo'la olgan kishilar. O'xshamagan sohadagi yetakchi bo'la olgan kishilar, andan keyin diniy e'tiqodi intayin kuchli kishilar. Bularni shu birinchi guruhning ichiga kirib nishon qilgan. Bundan hozir ko'p xabarlarni anglayapmiz, mana bilasizlar. Uyg'urlarniki sarkarlarning hammasini kirib ketdi. Andan keyin hozir Qashqar, Xotan kelgan ziyon eng cho'ng nimishqa deganda o'shki rayondagi Uyg'urlarniki diniy e'tiqodi intayin kuchli. Shunga to'xtamay bu ishlar bo'lyapti. Hozirgi yaqin egallagan uchurlar asosan shu bo'yicha bo'lyapti. Hozir ham Xitoylar biroz aldamchilik o'tdi. Ular o'zining aslidagi planini qat'iy o'zgartmadi. Asli tuzilgan planini shu bo'yicha ijro qilib ketyapti. Endi yaqinda bo'lsa biroz ko'z bo'yamchilikka tushdi. Yaqinda bo'lgan bir o'zgarish hozir ko'chalardagi to'saqlarni Uyg'urlarni tashkil to'saqlarni asosan evetibdi. Bu 100% uqmadim, lekin menga kelgan uchurda hozir hammasini degidek evetdi debdi. Maqsad hozir o'ziniki asli planlarga yetib bo'lganligi uchun. Andan keyin Uyg'urlarniki tutilib ketgan Uyg'urlarning kichik bolalar haqida menga bir eshinish xabar bor. Yangi xabarda ularning ichidagi chiroyli kelishgan bolalarni boshqa yerga yo'tkaymiz deb aktivdi, tam yermidek bolalarni. Aslidagi mo'lchar ota-onasidan ayrilib tutib turilayotgan bolalarning soni 500 mingdekdi. Hozir shuni yerimini tutib aktivdi. Boshqa yo'tkaymiz deb. Lekin yangi bag'a yeri aniq emas. Shunga hozirgi mo'lcharda shu bolalarning ko'p qismini o'ldirib, jasadlarini ko'ydirish ehtimolligi bor deydi. Andan keyin lagerdagilarni 6 darajaga ayiribdi. Bu yangi kirgan chog'da shunaqa bo'lganmi yoki yaqinda bo'lgan ishmi uqmayman. 6-darajasi eng og'ir ekan. Eng gunosi eng og'ir deb qaralgan kishilar 6-daraja, eng yengil bo'lsa 1-daraja. Ishkirga kelib ketganlar hammasi 6-darajadagi kishilar ekan. Men 6-darajadagi kishilarni men albatta degan Uyg'urlarning sarkarlar, andan keyin diniy e'tiqodi kuchli
Andan keyin jismoniy jihatdan qobil kelgan kishilar deb tushundim. Nima ish qilsa bu jinoyatni tilga olib olmagan darajada endi masalan Qur'on o'qigan, chet elga chiqib boqqan yoki chet elga chiqish niyati bor degandek shunaqa kishilar ekan 6 darajaga kirganlar. Bu abatman degan birinchi guruhdagi kishilarga to'g'ri keldi ekan. 6 darajalarni dastlabdan tortib intayin qattiq qiynab ularni ixro qildirish uchun oxirida men radikallik ideyasi bor, terrorizmlik ideyasi bor degan bir qog'ozga qo'l qo'ydirib, ularning ifodasiga qarab ifodasi yaxshilar bo'lsa derisini pastga tushirdi ekan, masalan 5-chi, 4-chi, 3-chi degandek. Eng oxirida birinchi darajaga tushib qolganlar asosan o'ziniki insonlik xarakterini yo'qotgan, faqatlam jinni salab qilish uchun nimasi ma'qul deydigan holatga kelib qolgan kishilar. 6 darajadagi kishilar eng maxfiy tutildi ekan. Lekin hozir yaqinda bularga ishga ketmaganlarga qamoq jazosi berilib turibdi. Eng yeniga 15 yil egri o'lim jazosi. Men buni sizlarga degan burun Xitoyniki shu lagerdagi oxirgi bosqichga kelganchalik taktikasi qo'yib berishga tegishli emas deganlarning hammasini kesib to'p kesib turmaga o'tkazish. Shu ularning plani chekinasidi. Hozir shu ishlar bo'lib turibdi. Andan keyin menga kelgan bir uchur qo'yib berilganlarning soni intayin oz. Men yaqinda shu bizning vatanga berib kelgan bir odamga boshqa bir odam orqali ozroq bir umidlarimni o'tirib qo'ygan. Shu qo'yilib berilgan odamlar zot qanchalik, ularning ahvoli qanday, mana bir o'qib boqqan bo'lsak deb, butun kuchimizni mana bir o'qib boqqan bo'lsak, Xitoylarning plani bak vahshiyati, shu qanday ketyapti shuni bilib boqqan bo'lsak degandim. Birlar yaqinda berib kelibdi. Xitoy millatidan berib kelib bir qism ahvollarni deb turibdi. Qo'yib berilganlar bak oz. Bir necha artistlar bor ekan, kino artisti, sahna artisti deganlar. Bular asosan sarang bo'lib qolibdi. Uyga odam kelsa qechib yemay kirib mukib oldi ekan. Shu darajada qo'rqib ketibdi. Andan keyin jo'ylaydigan ashta bo'lib qolibdi. Ishqib sarang ekan, endi sarang doktorxonasiga emas, odat doktorxonalarga berib, ko'z siqib ketibdi bularni. Lekin natijasi yaxshi emas. Qolganlar sarang bo'lib qolmaganlarmi ajoyib abatman degandek o'ziniki insonlik xarakterini yo'qotgan mashta damlarga aylanib qolgan ahvol. Nima ish qilsangiz ko'chada uchrassangiz ularni yaxshimisiz deb beshini ichib ketadi ekan. Siz garchi lagerga kirib ketishdan burun shuncha yaqin do'st ashtaq bo'lsangizmi yoki bir yerda ishlagan odam bo'lsangizmi qattiq yaqinmang. Qattiq yaqinlashib ketibdi boshqa damlarga. Shu deydigan gapi yaxshimisiz deydi-ki, qolgan vaqtlarda o'zlab ketib olib ketishga qaranib turadigan narsa bo'lib qolibdi. Andan keyin cho'ng shaharlarda Uyg'urlar bek oz qolibdi. Buni biz burun bildik, hozirgi yenggan uchurdi mana shundoq. Shu oldimizdagi dushanba, seshanba kuni Angliyaniki BBC televiziyasi 2 kun uda yaqiniki lagerlarni tekshirish ishlarini berdi televizorda. Hozir bu YouTube'larda mı bor. Uni ko'rdinglar. Ulardan shu bir lagerga kirib qo'yibdi. Bir lagerniki bir qismi qilamkin qoyaga bog'lab qo'ymabdi. O qismida Uyg'ur bolalar Uyg'urcha kiyim kiygan qizlar atlas do'ppa, o'g'lam atlas qarshini voy ko'ynak degan narsani kiyib usloyinat naqsha etib degandek. Mana ular san'at maktabining o'quvchilaridek ko'rindi. Ashta qilib qo'yibdi, lagerniki boshqa yerga kirib qo'ymabdi. Andan keyin o'sha BBC programmasining o'zida shu lagerda mana shu necha haftaning oldida cho'ng o'zgarish bo'lganligini, masalan bir tanarkat qilgan, palat qilgan maydon hozirlanganligi, uning oldida dediki, Sunniy Amra rasmida u narsalar yo'q, yaqinda paydo bo'lganligi, andan keyin tamning ustidagi sim to'saqlarni evatganligi, andan keyin potaylarni evatganligi, va razib qilgan potaylarni evatganligi, tafsil tushundirdi.
Ular o'zi xohlagan lagerga borg'izmabdi, faqat birisidan borg'izibdi, birisini ham intayin oz bir qismi, bir nechasi qilam kiril o'qiyibdi, ashla tayyorlab qo'ygan. Hay kiril o'qiyapti. Shularniki shu programmasidagi yana bir ko'rinish meniki diqqatimni tortdi. Men burun bu vaqtda sizlarga uchur yetkazib qo'ygan. To'plashib yashayotgan dehqonlarga butun uylarini chiqib o'tib, ularni bir yerlardagi binolarga ketganligi, undan keyin qutqizish puli bilan beqiyotganligi degan burunman. Ma bu BBC'niki programmasida bir rayondagi burungi ko'rinishlar hozir ko'rinishi sun'iy amirada tatgan rasmni ko'rsatdi. Haliqi top uylar ham tüp-tüzlük bo'lib ketibdi, butunlay yo'q, ishnim yo'q. Mana shu videoda birildi u. Ondan keyin mana shu yaqinqi bir necha hafta ichida hozir chet elniki medialarda Xitoydagi ichki a'zo odamning ichki a'zo savdosi haqida bir necha xabarlar chiqdi. Buning ichida rasmiy tekshirish dokladi bor. Burun ular Falun Gongchilarni ko'p ishlatib ekan ichki a'zolarni setishga. Hozir bunga Uyg'urlarni qo'shibdi. Meni biroz tushitgan bir gap, ichki a'zo savdosiga ishlatiladigan Uyg'urlar uchun maxsus ayrim lager salindi degan gap. Ben Uyg'urlarniki uyni qishiga qo'y qo'tonlarini silib, qo'yni bo'ditib, beqib, qutur birdan akirib yegan ashta bir ko'rinishni ko'z oldimga keltirdim. Uyg'urlarning butun DNA uchurini olgandan keyin ularning ichidagi sog'lomlarini tanlab, ularni ayrim bir lagerga olib sulab, ichki a'zolarini sotadigan bir xil savdoni vujudga keltirgan ahvol manzar meni ko'z oldimga keldi. Shu Kosovoniki, burungi Serbiyaniki raisini sotib tatgan xalqaro qonun advokati mush bir tekshirish mas'ul bo'libdi, birinchi qo'l boshliq bo'lib, 7 odam tekshirish olib turibdi Musada. Bir doklad tayyorlabdi, yaqinda e'lon qildi ekan uni. Nurg'un ishlarni jazmlashtiribdi. Bu bir xabar chiqdi. Ishqilib Uyg'urlarning ahvolini dunyoga bildirish jihatda zo'r ilgirlashlar bo'lyotdi. Lekin Uyg'urlarning ishini hal qiladigan bir haqiqiy tadbir qo'llanmadi. Hozir bo'layotgan ba'zi ishlar bizga pek foydasiz. Masalan, yaqinda BDT'niki terrorizmga qarshi bir komitetining boshlig'i Turkistonga berib keldi. Bunga Amerika yo bir qism g'arb ellari norozilik bildirdi. U berib Xitoyning qilgan ishini to'g'ri qilibdi degan yakun bilan qaytib keladigan bir ahvolni vujudga keltirdi bular. Undan boshqa men izchil turda deb ketib boraman, ko'p deyotaman. Hozir o'lib ketib qolgan Uyg'urlarning soni bek ko'p. Bu vaqtda xalqaro hech qanday ish ko'rmadi. Xabarlarga to'liq chiqmayotdi bu. Amaliyotda bu son bek jiq. Birinchi turkumda ishga o'tkazmoqchi bo'lgan aylarning soni 500 ming. Buni Qahraton degan jurnal pash qilgan o'tgan yil. Hozir bunga bolalar qo'shildi. Bu qitimga xabarda shu bolalarchilikka kelishgan bir qismini biz o'tganmiz deb akitib yo'q deydi. Şu an ularni o'ltirib ko'ydirayotgan ehtimollar bek cho'ng deb deydi. Undan boshqa men o'tganda leksiyalarda so'zladim. Bularni kelgusidagi josus qilib tarbiyalash ehtimolligini bek ko'p. Endi Uyg'urlar shunchalik vayron bo'lib ketdi. $500 ming bolaniki bir milyon ota-onasi var. İşqilib Afalbek eğer muş işlerini baş qilish uchun yo'l tutish kerak chet-eldagilar. Ramazon oyida bir oy Uyg'urlar yo'qolib ketdi.
Ben pek ecindim bununla. Bizdeki mesela günün kalan bir millet. Bunun chet eldeki adamların ahvalı mesela olsa bizim milletteki ümit ne derdi? Hazır mı? Ülkelik bağlar fazla çetere çıkmadı. Bir kısmı indirip İdil'e bak ben üzerindeki bir top ziyalıları var bilişik kılman olabilen. Ola nam tilap kılmaydı, şöhret tilap kılmaydı, abru tilap kılmaydı, töp tilap kılmaydı, işin tilap kılmaydı. Üzerine barlığını milletke atıp etken. Ben etrafımda işte adamlar var. Şonsuzlar onu bilmeyizler kim derliğini. Ola için hiç kılın namatak nasıl lazım emez. Müşten açıdım hazır bezerleri üzerine hem işini tok tutup ispat belgelerini ki materiallerini bir retlep, onu bir ilmi şekilde ekilip video, resim, doklad degandek narsalarga xalqaro olib ashta qilishga tayyorlik qilyotidi hozir. Hech qanday kirim yo'q. Ham ishni to'xtatib qo'yotidi. Shunga o'zinglar o'tirib chiqib ish qilishni xohlamaydigan yoki ma'lum sababni qilolmaydiganlar mushtaqlarga iqtisodiy yordam qilsanglar. Pulinglarni menga o'tib bersanglar bo'ladi. Men her bir dollargachilik hisobini beralayman. Kimdan kelgan pulning nega ketganligi to'g'riliq. Yaqinda menga ochmish pul berayotganlar bor. Ularni men ashta ularga o'tib o'tirliq. Shunga yordam qilinglar. Bu ishni chin tutish kerak. Hamqiyal qilib o'ltirmanglar. Men vatanning ishga berib, tuxum yo'qlab o'tirishni olib kelman deb. Undaq kun yo'q hozir. Undaq uyg'urlik yo'qolib ketdi, yo'q. Hozirgi muhim ishlarning birisi qanday qilib Xi Jinping ve Xitay hükümetindeki aş katillardan hesap eliş işi var. Bu katiller emniyeti var. Yukarısı Xi Jinping tüvende şu bizim Şarkı Türkistan'daki yezi başlıkçılık var. Vakti geldiğinde aşağıda hesap ediş gerek. Yani hesap ben ötkenki videoda degendim. Hesap ağalık bilen bizimki ülüp ketken, sarayıp kalan, meypip kalan kişilerimiz asli kelmeydi. Lekin yaşamalı sorunu kılış gerek olardı ki. Bu cihetimi kılınmayotgan işler var, onu pul ketidi. Ben sizlerge bunu dep kivatam, ben planım demeymen dep. Ben qıp boğan çağda deymen, demişlerin boğalıqını. Demişki degende bazı işlerini aşkarlaş alır, özümüzge ziyalık. Şuna aşkar oturuşup işki insanlarıma yardım kılanlar. Nabette ben degendek $1 hesabını bilmem ben. Özüm koğaçlarını ki. Bağlı, rahmet bugün bu şimdi çekti yaptırayım.